hozirgi kunda sizga nima yoqmayapti ustingizda turgan? Ishingiz yurishmayaptimi? Topganingizda baraka yo'qmi? Boshingiz kasaldan chiqmayaptimi? Boshingiz qarzdan chiqmayaptimi? Musibat u, to'g'rimi? Xotin itoatsizmi? Farzandlar bir noloyiqmi? Sizga nima yoqmayapti? Qarangda, bu musibat. Shu musibatlarda hammasi o'zingizlar qilgan ish sababli bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Yana Alloh ko'p gunohlarni kechirib turaman deydi. Agar seni mana shu dunyo matohi, dunyoning latta-luttasi qalbingni to'ridan joy egallab turgan bo'lsa, sen hali birodar Alloh tarafga qarab yuruvchilardan emassan. Allohga qarab yurayotganlardan bo'lishing uchun unga taslim bo'lasan, uni hamma narsadan afzal deb bilasan, shunda senga yaxshilik keladi, shunda martaba keladi, shunda rohat keladi, shunda osoyishtalik keladi, shunda saodat keladi, shunda omonlik keladi, shunda tavfiq keladi.